Qarang, yo'lli yuzi, Yunusobod 5-kvartal, shunda Shohsaroy to'yxonani ro'parasida. Mana shu binomizda 4 xonali uy, birgalikda ichkarini ko'rib chiqamiz. Abi, 4 xonali uyimiz 94 kvadrat plus 15 kvadrat o'zining kladovkasi ham mavjud. Bu uyimiz Yunusobod 5-kvartal, yo'lli yuzi, 7-qavatda joylashgan 9 qavatli binoda. Polni mebel texnikasi bilan qoladigan 1.8 ming boshlang'ich narx kelishtiriladi. Kelib ko'rib mebel texnika kerak emas desangiz, narx-navosi yana ham arzonlashadi. Qarang, birgalikda ko'rsatib chiqish sizga. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz kladovka 15 kvadrat manbyo bo'ladi. Endi buni bu yerga ikkinchi oshxona qilib joylashtirishgan. Agar oshxona bu tarafga kerak bo'lmasa, prachishni qilsangiz ham bo'ladi, garderobni qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Hop, uyga keladigan bo'lsa, bizani kattagina prixochka kutib oladi. Endi 9 qavatlilarning planirovkasi har doim zo'r bo'ladi. Mana bu tarafdan boshlaymiz. Birinchi xonamiz spalniyamiz bo'ladi. Xonalari ham katta-katta. Oldin orqa reshetka bor, konditsioner bor. Eng zo'ri pastida ikkita mashinaga o'zlarining parkovkasi ham mavjud. Prixochka mebel, kiyim-kechak oyoq kiyim taxliyoruz. Bu yog'imiz esa ikkinchi xonamiz detskiy yoki spalniy qilib foydalansangiz bo'ladi. Keling, davomi bor. Uchinchi xonamiz. Bu ham spalniy. Abo'ylari, holati, uyi top-toza, ozoda, fayzli uy. Bu yog'imiz esa bizda sanuzelimizning birinchisi, bu sanuzel hammomimiz bo'ladi. Tayyor kir mashinalari o'rnatilgan. Va 4-xonamiz. Mehmon kutadigan asosiy uyimizning ichi masjid bo'ladi. Zal. Zal bu planirovkada eniga 4 metr qanchadir, uzunligiga 5 metrdan ham sal oshiqroq. Hop, davom etamiz. Oshxonaga, balkonga chiqish yo'nalishimizda bizda bu yog'imizda sanuzel ikkinchisi hojatxona. Bu tarafimizda oshxona bo'lgan, oshxona balkonga ko'chirilgan, o'tirib ovqatlanadigan territoriya, stalovoy. Balkonimiz 2 ga 7 metr. Mana. Reshetka, yo'lli yuzi, chorig'i, metro 2 qadam, bozor 2 qadam, maktab bog'chalarda muammosi yo'q. 1.8 ming hamma jihozlari bilan. Jihozlarni olib tashlasangiz yana ham arzonlashadi. Telefon raqamlari sanadi. Buni qidirib yurgan tanish-bishlarimizga samolyotda jo'natib yuboramiz.